Zot yo'nalishiga. Zot yo'nalishiga faqat. Ko'rib, o'sha dil xushga boqishadigan variantidan bor. Zo'ridan a. Videoni o'tkazmay ko'rishsa. O'zim navbatda qo'laman. Keyin buni uzunligiga e'tibor bering obunachilar. Hozir qo'zilik holatida uzunligi emas. Bo'yinni qarang, bo'yni uzun variantida. Xo'p, Dostonbek aka, bularda narx-navosi qanaqa aka? Narx-navosi Sanjarbek. Ash qorani ham bitta o'shancha aka. Vosita bularga aka. Mana obunachilar qo'yib olishga bo'lsa, mana bilan olib, qo'yib oling. Mana tozasidan boqing, maza qilasiz. Xudo xolasa, bo'yini 70 pilsga olishaversin. 70 pilsga. Narx-navosi necha aka? Narx-navosi Sanjarbek. Mana bir joyga olishsa 27 dan hammasi bir joylaganligi uchun bu yerdim mana. Yana nimada o'tib berasiz, telefon qilsa kelishdik. Kelishsin, tepasida ko'rishsin. Odamni yuzi sig'u. O'tib bermayman deb bo'lmaydi. Alloh. Gapsiz yo'q. Assalomu alaykum. Muhammad Uz kanalining obunachilari, YouTube'da bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, kanalimiz a'zolari. Sizlarning Muhammad Uz kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Obunachilar 2026-yil 4-may dushanba kuningiz hammalaringga fayzli va barakotli bo'lsin deb bugun biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar yig'ilgan saroyga tashrif buyurganmiz. Saroyda ham kimnikiga? O'sha xalqimizga, o'sha sizlar bilgan, sizlar tanigan, el tanigan, xalqimiz tanigan, obunachilarimiz tanigan Dostonbek akamizni xonadoniga tashrif buyurganmiz. Obunachilar, assalomu alaykum aka. Qo'shqonlarni zo'rini olib kelibsiz aka. Alhamdulillah, zo'rlari kelgan. Bitta shikoyatim bor sizdan aka. O'tgan safargi partiya qo'yib-boru. Aka, o'g'il bolaga shaxsan telefon qilishdi aka. Yetib keldi, yo'q, qo'chqor tugab deyishdi aka. Bunaqa emas, ko'proq olib kelavering, kelishdik. Yaxshiligidan, Ha, yaxshiligidan sotilib ketyapti. Sotilyapti, misol to'g'rimi aka? Gap so'zi aka. Bu safar obunachilar qo'llab-quvvatlab turishsa, hech ham to'xtamaydi. Yo'q, gapsiz, bu safar bor-ku. O'sha kam olib kelganingiz aybingizni yuvish uchun bor. Narxi yengil qo'yasiz. Obunachilar, xudo xolasa mana Dostonbek aka bular to'g'risida ma'lumotni berib boraverasiz aka. Men obunachilarimizga, xalqimizga ulashib boraveraman aka. Aka, mana qo'chqor nima deyapti? Voy, onasini zo'rida olib kelibsiz aka, gapsiz yo'q. Otingizga rahmat aka. Bir-biridan go'zal. Yo'q, gapsiz yo'q. Qo'ylar zo'r aka. Dostonbek aka, berdi aka, soni nechta? Bugun gapingiz bo'ldi. Bugun nech partiya chiqaramiz aka? 4 partiya. Siz bilan shunaqa gaplashmasa bo'lmas ekan aka. 4 partiya Sanjarbek. 4 partiya bo'laveradi. Aka, bu yerda soniga nech bosh? 20 ta Sanjarbek. 20 bosh. Bari qo'chqormi aka? Bari qo'chqor, ikkita sovlig'i bor. Aka, siz yo'q boringizga aka, bunaqa velikan, gigant variantlardan qaydan kelaveradi, qaydan chilaveradi sizga? Aka, sutga to'ygan joyidan Sanjarbek. Sutga to'ygan joyidan. Dostonbek aka, soniga 20 bosh. 20 bosh. 2 bosh sovlig'i bor. Ikkita sovlig'i. Ikkita sovlig'i. Aka, xo'p, bularda yosh oyligi qanaqa? Bu qayerda qo'chqonlari? Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz aka. Tojikiston Hisoni parodasi. 6-7 oylik atrofida qo'chqor. 6-7 oylik atrofida. 7 oylik. Qo'zi qo'chqorda, endi qo'chqor emas, qo'zi qo'chqor. Gapsiz yo'q. Obunachilar mana kashdan deganga kashdan, sarig'idan deganga sarig'idan, qorasidan, tim qorasidan deganga tim qorasidan ham olib kelibdilar. Dostonbek aka, bu simjun varianti aka. Ana aka, qo'ylar shutmayapsiz sizga aka. Lekin videoda ko'rishayotgan bo'lsa obunachilar o'zlari bilishadi. Sanjarbek yo'q, yosh qo'zi emasligini. Tushundim mana. Obunachilar oldindan aytib qo'yaman, obunachilar telefonda katta narsa kichik ko'rinadi, kichik narsa katta ko'rinadi. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin realni tepasiga kelib, Dostonbek, uka qo'yingizni ko'rgani keldim desangiz, bir piyola issiq choy bilan xudo xolasa kutib olinglar. Bu gapga ishonaman ham, chunki xudo xolasa ko'ngli ochiq inson. Kelgan insonni hamma quruq qaytarmaydi, uni ham bilaman. Obunachilar shuning uchun qo'rqmay kelaveringlar Dostonbek akamning yoniga. Kelib olishlaringni tavsiya etaman, chunki xudo xolasa hamma inson ishini bitiryapti. Yaxshi niyatda yo'lga chiqing. Xudo xolasa kelib siz ham olib ketasiz qo'chqorlarni. Dostonbek aka, bularda aka yosh oyligini 6-7 oylik deyapmiz aka. 6-7 oylik atrofida. Qo'rqma, yemni berishaveradi Sanjarbek. Ha, yemni ko'taradigan variantidan aka. Yemni bemalol yeveradi aka. Xotirjam. Gapsiz yo'q aka, inshaalloh. Aka, qo'zilar nima deyapti? Vau, aka, vashi zo'rlarni olib kelib xudo xolasa. Aka, bularda bo'yini nechiga beryapsiz? Sanjarbek
O'lchaymizlar. Yo'q, o'lchab bermasangiz aka, hali Realni yo'q, bo'lsa uzoqdan ko'rayotgan bor aka, yaqindan ko'rayotgan bor aka misol. Haligi yosh katta odamlar ham, yo'q, to'xta bo'yi mancha chiqdi-ya, Dostonbek zo'rini olib kelib, men sarg'ida shuncha aka. Jayishim ketdi mash qo'ygan aka. Sarg'imi, kulrangmi bilmayman, ko'kmi bu bilmayman. Juda chiroyli. Obunachilar. Sanjarbek Mana dumbasini olib boqaman deganlarga qarang, qori bola. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin Xudoyim. Obunachilar borgandan keyin o'lchab olaverasiz, namozni oladigan bo'lsangiz 72 ni ko'rsatyapti. Borgandan keyin xotirjam o'lchab olaverasiz, 72 ga olar ekansiz bo'lmasam bo'yini. Dostonbek aka, qo'chqorlar bari tik dumba manaqa zo'rlaridan. Zo'rlardan gap siz yo'q aka. Qo'chqorlarga tan berish kerak. Aka 72. Qori bola uni ham o'lchaylikmi? Yo'q, gap yo'q, gap bitta. Bitta o'lchin, shu bola sazasi o'lmasin aka. Gap siz yo'q lekin hayotda bir marta shu bola qo'chqor ushlashi aka. Chesniga mana shu ushlab turib o'lchaylik deyishi. Ammo obunachilar birinchi marta ham shu videoga qo'yishash mana shu bolani. Qani? Gap siz yo'q, qo'ymini men tushunadi-da, qo'ydi yurgan bola. 76 ekan obunachilar. Borgandan keyin mana Kashtan Sweetda Simjun yiltir varianti. Mana qulog'ida mashincha inchasi bor. Borgandan keyin o'lchab olaman, mana garbonosi. Borgandan keyin o'lchab olaverasizlar. Bemalol mana. Ha, jonivor. Dumba zo'ridan hammasi Sanjarbek. Dostonbek aka, bularda aka asosan go'sht yo'nalishiga ham ketaver ekan, zot yo'nalishiga ham ketaver ekan. Komandisi ham bo'laveradi. Obunachilar, Xudo xolasa narxini endi kelishamiz. Aka Dostonbek aka, buni aka sog'lik salomatliklari, aka. Sanjarbek bir hafta yeb ichishiga sinovi bor. Bir hafta sinov olinadi bemalol. Bir hafta 10 kun aka. Ha, bir hafta 10 kun sinovi bor. Gap siz yo'q aka. Qo'chqorladi. Sanjarbek bundan cho'chimay 10 kun bir hafta degishinde sababi bu sut endi qo'zimasda. Ha, sut endi yo'q. Obunachilar, endi jicha yem turgan obunachilar realni tepasiga kelib, mana shu qo'chqorlarni shuni tepasiga kelib ko'rsangiz, o'g'il bolaga beyto'raman olaman deb turib olasiz. Ketisholmaydi, tashlab ketishmaydi. Gap siz yo'q. Mana tugma variantidan. Uzun yilikanni olib boqaman deydigan insonlar bo'lsa, go'sht yo'nalishiga, zot yo'nalishiga boqaman deydiganlar bo'lsa ham bemalol kelib qo'chqorni olishlarini tavsiya etamiz. Aka, narxi nechi puldan? Sanjarbek. Oldi qochdan keragi yo'q, ha? Qisqalonda. Yo'q, o'shasi yaxshi aka. 38 dan berasiz. 38 dan. Ha. Bir joyga hammasi. Bir joyga. 38 dan. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, gapsiz yo'q. Yo'q demayman. Naqd o'ta chiroyli aytasiz har safar aka. Lekin aka yanada arzon qilib qo'yib bering. Chiroyli qilib qo'yib bering aka. Yomon emas hozir qo'yayotgan narxingiz, lekin zo'r. Siz aka 1000 so'm siz ham so'rayman aka, 10 ming siz ham so'rayman aka. Meni ishim shu aka. Savdolash sunnat. Ha, savdolash sunnat aka. Siz obunachilar tomon bo'lasiz. Endi men qo'ylar tomon bo'laman, ta kim tomon? Gapsiz yo'q. Dostonbek aka, Qo'chqorlar aka shaxsan o'zimga ham yoqdi. Obunachilar olishlarini tavsiya etaman, chunki narxi ham juda chiroyli bo'lyapti. Yana Dostonbek aka kelishdi, tez remix qilaylik, tez bo'lsin aka. 100 mingdan kam berasiz. 37 dan. 37 dan. Kami ham bor. Bor 36 dan berasiz. Bor aka. Qisqalonda bo'lsin, 36 dan. 36 dan. Meni qo'lim. Yana so'raysiz. Yana bitta o'tingda. Sanjarbek. Bitta o'tingda qayta so'ramayman. 3 million 500 ming so'mdan hammasi bir joyga bo'lsa, bor aka. Obunachilar 3 million 500 mingdanga hammasini bir joyga tortdim deganga mana olinglar, olishlarini tavsiya etamiz. Dostonbek aka, ichidan tanlab olishga qanaqa aka? Ichidan tanlab olishga kelishamiz Sanjarbek. Ichidan tanlab kelishamiz. Obunachilar o'zlaring bilan bemalol Dostonbekga telefon qilib, lokasiyasini tashab beraman, tepasiga kelib ko'rib olishaversin Sanjarbek. Qo'ydi ayblaydigan nuqson nari berisi yo'q. Yo'q, gapsiz yo'q. Obunachilar shaxsan tepasida o'zim turibman. Qo'yilayotgan narxga bor, bemalol arziydi. Olishlarini tavsiya etamiz. 3 million 500 ming so'mdan bo'yi 70 dan baland, yosh oyligi 6-7 oylikdan o'tgan. Olishlaringni tavsiya etaman obunachilar. Shaxsan o'zim keyingi partiyalarimizga ham bor Sanjarbek. Vallahi bo'lmasam navbat keyingi partiya beraveramiz. Obunachilar, bo'lmasam ikkinchi partiyamizni ham ochib oldik. Dostonbek aka, bular to'g'risida ma'lumotni berib boraverasiz. Yana men aka xalqimizga, elimizga, Xudo xolasa aka, obunachilarimizga ulashib boraveraman. Soniga nechta aka berdi? Soni 18 ta Sanjarbek. Soniga 18 bosh, bari qo'chqormi aka? Yo'q, bu 10 tasi qo'chqor, 8 tasi sovuliq. 10 tasi qo'chqor, 8 tasi sovuliq.
Bo'laveradi aka. Aka, bularning yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi Sanjarbek 5 oylik. 5 oylik atrofida. 5 oylik atrofida. Tepasida bo'lmaganmiz, lekin 5 oylik. 5 oylik atrofida. Xo'p, Dostonbek aka, bularning aka sog'lik, salomatliklari. Sog'lik, salomatligi, yo'tali, kasali, yemasa, ichmasa bir hafta sinov muddati bor. Bir hafta sinov muddati bor. Behijolat. Xo'p, Dostonbek aka, bularning bo'yini nechiga beramiz aka? Yo o'lchab ko'rsatamizmi? Nima qilaylik? O'lchaylikmi yo shunday ishonishaveramiz Sanjarbek? Aytavering aka, sizga ishonishaveradi. 70 plus minus qolishaveradi. 70 plus minus. Agar Navodan obunachilar olamiz, shuni telefon qiling, xudo xolasa, Telegramdan, Instagramdan shuni yozib qo'ying, Telegram, WhatsApplar bo'lsa yozib qo'ying. Bu to'g'risida ma'lumotni Dostonbek akamning o'zlaridan olib boraverasizlar. Chunki videomiz cho'zilib ketyapti. Hop, Dostonbek aka, aka Telegramdan bitta qo'chqoringiz yoqib qoldi yo hammasini uka bo'yini o'lchab tashlab bersalar, aka bemalol o'lchab tashlab beraverasiz, xudo xolasa aka. Aka, buni hop narxida xudo xolasa. Albatta, narxi juda kelishgan holatda bo'ladi. Nech pul aka narx? Bismillah. 400 ming so'mmi? 3 million 400 ming. Ha? Kami ham bor. Kami ham bor. Qancha kami bor? 3 million 300 dan berishsin meni. Babbar aka, gap sizni yo'qingizga rahmat aka. 3 million 300 ming so'mdanga. Dostonbek aka, qo'ylar yo'qdi aka. Xudo xolasa. Izlaydigan emas Sanjarbek. Obunachilar tepasiga kelib olishlarini tavsiya etamiz, chunki qo'chqorlar ham, sog'liqlar ham xudo xolasa birinchi partiya ham, ikkinchi partiya ham narxi ham go'zal bo'lyapti, o'zi ham zo'r chiqyapti. Olishlarini tavsiya etamiz. Dostonbek aka, narxini boshqatda ayting aka. Yo, endi osilgan dumba, shalpi dumbasi bo'lsa narxni kelishtirib bersam. 3 million 300 yomonmi? Siz akonni aka, yana bitta. Hammasi tik dumba zo'r variant. Yana bitta o'tinchi aka. Hammasini bir joyga olsa 3 million 200 ming so'mdan qilib beraman Sanjarbek. 3 million 200 ming so'mdan. Bo'laveradimi? Babbar aka gapsiz yo'q. 3 million 200 ming so'mdan obunachilar hammasini bozorda bermaydi. Hammasini bir joyga olishsa, berdim 3 million 200 mingdan. gapsiz yo'q. Obunachilar haqiqatan ya'ni o'zim ham bozorga chiqib yuraman, lekin 3 million 200 ming so'mdanga shu singari 5 oylik atrofida qo'zini yana bilmadim bergani yo'q. Lekin olishlaringni tavsiya etamiz. Dostonbek aka, buni aka dastlabkilari qayergacha bo'ladi aka? Dastlabga qo'yilgan barcha qo'ylarimizni dastlabkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha yetkazib berasiz. Samarqandgacha yetkazib beriladi. Ha. Xo'p aka, buni shuni o'rtasida yurib olamiz deysa qanaqa bo'ladi aka? Shuni bo'lib olamiz deysa. Sanjarbek, bizni saroyda yozilgan joyda yurib olishsin, bo'ldi, o'sha narx ketaveradi. Siz yo'q. Babbar aka, agar dona bo'yiga bo'lsa, bitta kelishamiz. bittaga kelishamiz. Bitta ikkitaga kelishamiz. Aha. O'rtasidan yurib olaman desa, optim narxda ketaveradi. Bo'ldi, menga qarang aka. Yana bir nima aka o'tib berasiz. Kelishdik, ostonangizga kelishsa. Sanjarbek sog'liqlar. Yo'q, ostonangizga kelishsa yana nimada o'tib berasiz. Albatta, Alloh barakasi. Babbar aka, gap siz obunachilar. Narxi o'ta go'zal bo'ldi. Narxi bundan tushish iloji yo'q, to'g'risiga. Chunki bozor narxidan ham arzon bo'ldi, cho'ponni narxidan ham arzon bo'ldi, to'g'risiga obunachilar. 3 million 200 ming so'mdanga hammasini bir joyga oldim deganga yana xayri bor. Telefon qiling, ishingiz bitadi, xudo xolasa. Ammo hammasini olganga donalab bitta olaman degan inson ham telefon qilaversin. Dostonbek ham xudo xolasa ishlarini bitirarlar, xudo xolasa. Bo'lmasam navbatda keyingi partiyamizga beraveramiz aka. Mana 3-partiyamiz ham ochib qoldi. Dostonbek aka soniga aka 5 ta. Soniga 5 bosh. Aka, bular hammasi qo'chqormi? Yo'q, hammasi sog'liq. Voy, gapsiz yo'q, gapsiz yo'q. Aka, Hammasi ko'paysin variant. hammasi ko'paysin variantidan aka. Xo'p, aka, bular yosh o'lik qanaqa? 4 o'ynaraveradi Sanjarbek. 4 oylik atrofida. Gapsiz yo'q aka, umringiz uzoq bo'lsin aka, boringizga shukr. Aka, bularni bo'ybasi nechiga beryapsiz bularni? Bo'ybasdan Sanjarbek xohlasin 65 olsin. Aha. Xohlasin 60 olsin. Puli muhim Sanjarbek. Pulimi, aka, puli nech puli buni? Dangal aytaymi? Ha. 28 dan. 20 kamicha aka buni? Mana 27 dan. Ha, gapsiz yo'q, yana bitta. Hammasi bir joyga bo'lsa. Gapsiz yo'q. Obunachilar 2 million 700 ming so'mdanga hammasini bir joyga oldim deganga ko'paysin variantidan. Ko'ring, agar yoqsa, xudo xolasa yetkazib beramiz. Qo'ylari bor-ku. Aha. Yildan keyin shu paytga 10 ta, 11 ta qolishi mumkin-da. 10 ta. Alloh barakasini bersin. Ana Qo'yda shu baraka gap- ko'p. ana shu gap- 5 tasini mana bir joyga olishsa 27 dan hammasi bir joylaganligi uchun berdim mana. Yana nimada o'tib berasiz? Telefon qilsa kelishdik. Kelishsin, tepasida ko'rishsin.
Odamni yuzi issiq-ku. To'ppa. O'tib bermayman deb bo'lmaydi. Alloh Gapsiz yo'q. Ammo Dostonbek mana shunaqa gaplarni yo'q. Bitta achchiq o'yinlar kutib olasiz aka obunachilarimizni. Albatta. Xo'p, obunachilar 2 million 700 ming so'mdan hammasi ko'paysin variantida olaman deganlar bo'lsa, telefon qilavering. Aka, keyingi navbatga bormi yo'qmi qo'chqorlarni savolaman? Sanjarbek. Yo'q aka. Zot yo'nalishida zotga boqaman, dili xushga boqaman. Qanaqasini? Dili xushga boqadiganimda charchab bo'lganda kayfiyatni ko'taradiganlari bor endi. Qaranglar. Ishonavering, Zot yo'nalishiga. zot yo'nalishiga faqat. Ko'rib, o'sha dili xushga boqishadigan variantidan bor. Zo'ridan, ha? Videoni o'tkazmay ko'rishsin. O'zim navbatda 4-partiyasiga mana zot yo'nalishiga boqaman deydigan aka-ukalarimizga zot yo'nalishiga olib boqing, xudo xolasa baraka topasiz. Ertaga rahmatini Dostonbek akamga aytasiz, ertaga rahmatini xudo xolasa o'sha qo'yni yetishtirgan cho'ponga ham aytasiz. Ha, shu cho'pon shu qo'ylarni sotib, otasiga rahmat, shu qo'yni oldim, maza baraka topdim deysiz. Dostonbek aka soniga 4 ta ekan aka. 4 bosh. Aka, nechtasi sog'liq, nechtasi qo'chqor buni? Ikkitasi sovliq, ikkitasi qo'chqor. Qo'chqor variantidan. Xo'p, aka, bularda yosh oyliklari qanaqa? Yosh oyligi Sanjarbek 6 oy nari berishdi. 6 oy plus minusda aka. Aka, ikkitasi tam qorasidan, ikkita kashdan variantdan ekan aka. Xuddi shunday. Aka, lekin qo'zilarni ko'rib boru odam ko'zi qovunaydigan, haqiqatan odam og'zini kiygizadiganlarni olib ketib qo'yibsiz aka. Gap siz yo'q, tan berdim. Aka, mana shu kashdan tushunchi. Ana shu kashdan tushunchi aka. Qani? Obunachilar, mana bu haqiqiy sim jummasi, endi misol sim jum desangiz ham bo'laveradi, lekin toza kashdan qo'ymash bo'ladi. Mana oyoqlari, mana bu oyoqlari. Keyin buni uzunligiga e'tibor bering obunachilar. Hozir qo'zilik holatida uzunligi emas, bo'yinni qarang, bo'yni uzun variantida. Xo'p, Dostonbek aka, bularda narx-navosi qanaqa aka? Narx-navosi Sanjarbek. Ash qorani ham bitta o'shancha aka. Qoshqani o'shancha qoshqani. Qashqaga chiqmas bo'ldi aka. Obunachilar ham baribir haligi bu jonivor, kapsizlik. Voy. Aka, qashqani bitta o'shan aka, o'shamasangiz bo'lmaydi aka. Demak, qo'y qoladigan odamlar joy chiqib qolsa bularga aka. Mana, obunachilar qo'y qolishga bo'lsa, mana mana bularni olib, qo'y oling. Mana tozasidan boqing, maza qilasiz. Xudo xolasa, hamma olgan qo'yingiz mana shu qo'yni yaxshisini olasizmi, kattasini olasizmi, kichigini olasizmi, xudo xolasa, Xudoyim bersa hammasi foyda qiladi. Chorvada baraka. Qo'yavering yoshni. Xo'p, Dostonbek aka, soniga 4 ta aka. Bo'ylarni nechiga beramiz? Bo'yini 70 pilsga olishaversin. 70 pilsga. Narx-navosi necha aka? Narx-navosi Sanjarbek 48 dan. Turi bir joyga oldim deganga. 4 million 500 ming so'm. Turi bir joyga bo'lsa 4 million 500 ming so'm. Gapsiz yo'q aka. Ammo buni zot yo'nalishiga o'sha chiroyli qilib men o'zim dili xushga boqaman deganlar mazza qilib boqishsin. Obunachilar. Zot yo'nalishiga aka. Albatta. Aka, buni Novodonda uka turini olmayman-u, yo ikkitasini bering, yo bittasini bering deganga qanday kelishamiz aka? Sanjarbek kelishmagan, bitmagan ishni o'zi yo'q. Pilosi bor. Pilisi bor. Gapsiz yo'q aka. Lekin qo'zilarni obunachilar realni yonib turibman, olishlaringni tavsiya etaman. Chunki shaxsan hamma yo'g'i kelgan qo'ylar. Dostonbek aka, buni dastlabkilari qaygacha qilib beramiz aka? Dastlabkasi Toshkentgacha. Toshkentgacha besplatni e'tiboradi. Toshkentgacha. Aka, shuni birga ayting. Shaytiga haddimiz qilsa bor-ku. 4,5 million desiz, biroz yo'q demadimi aka? Hop. Aka, mana qo'lim. Samarqandgacha shuni aka, jo'natib yetkazib bering 4 rovni. Bo'laveradimi aka? Obunachilar uchun hamma narsaga tayyormiz. Alloh barakasi. Gapsiz yo'q. Aka, ash gapingizga bormanda qarang. Xudo xolasa aka. Mashinchi qo'ydi agar Navon tepasiga kelib bitta qo'y olamiz desa ham aka bitta achchiq cho'y bilan har bittasidan xayrini qilib sunnatga o'tib berasiz. O'tib beraman. Gapsiz yo'q aka. Tepasiga kelib ko'rishsin, ish bitmaydigan. Gapsiz yo'q aka. Obunachilar bo'lmasam navbatda yo'q aka boshqa. Yo'q, Sanjarbek. Bo'lmasam aka obunachilar, shu yerda biz videolarimizni yakun yasaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.